Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Hamma biladi-yu. Bilmaganlar uchun Telegramdan shu kanalni qidirib, obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning original kanalimiz. Shokolad Kupidon. Bu senmisan? Bu yoqqa qara. Yoqqa qara. Bu yerda nima qilyapsan? Xuanning qomati juda ham kelishganda. Nima uchun bu yerdasan? Ustimdan kelish uchun keldingmi? Hoy. Bu yerdagi odamlar juda ham qo'rqinchli. Voy, bu ikkisini qaranglar. Ana va qiz yangami? Qani tabassum qilinglar. Bir rasmga olib qo'yaylik esdalik uchun. Nega ular bu yerda? Xuan, iltimos ketmang. Voy, ajoyib cosplay. Yoqimtoy ekan-a? Hoy, hali mendan ko'rasan. Mening qo'limdan qochib hech qayerga bora olmaysan. Yaxshi ham ko'rib qolishmadi. Men hech qachon ko'rinishim tufayli odamlardan uyalmayman. Aslida sen chiroyli ko'rinayotganding. Sen atayin ustimdan kulyapsanmi? Men axir seni maqtayapman. Hech kim senga ovozingni o'char. Sen bo'lmaganingda bu yerda yashanib o'tirmasdim. Senpai, men buni chin dildan aytayotgandim. Yaxshi ko'rinayotganding. Demak, hoy, mushukchalarni yoqtirar ekanda. Bu axir Jahoyi, g'irdaqmoqsan. Bu menga yoqyapti deb o'ylaysanmi? Maktabning ilk kunida dugonalarim tashqi ko'rinishini deb yigitlar tomonidan tahqirlanardi. Voy, mana bu qizlarning chiroyliligini qaranglar. La'nati, qanday xunuk qizlar. Qiz bo'ladiganam shunaqa bo'ladimi? Bularni ko'rib Tailandga borib kelgan do'stimni esladim. Ablahlar. Borib joyingga o'tir. Demak, o'zing o'tir. Ularning xunukligini qara. Gapingda jon bor. Shuni aytayapman-da. Kechirasiz. Sizlarni ko'rib zooparkdan hayvonlar qochib ketdimikan deb o'ylabman. Ular maymunga o'xshaydi-ya. Ha, to'g'ri aytasan. Lekin begemot desang to'g'riroq bo'lardi. O'chir ovozingni. Bir to'da axlatlar. O'zinglardan ketib qoldinglarmi?
aytib o'zingizni yerga urmang. Siz ulardan kuchliroqsiz. Senpai, siz ajoyib ekansiz. Men qizlarning maktabdagi o'rnini himoya qildim. Hamma meni namuna sifatida ko'rsatadi. Agar ular meni nima qilayotganimni bilishsami, shunday ko'rinish bilan yigitlarni ko'nglini ovlayapsizmi? Sizdan buni kutmagan edik. Iltimos, meni eshiting. Shunday holat yuz berishidan juda ham qo'rqaman. To'g'ri, sen yomon ish qilmayapsan, lekin bir tomondan boshqalarni aldayapsan. Ularga haqiqatni boricha aytishing kerak. Ulardan bunday yashirinma. Sen ularni bilmaysan. Ular meni umuman tushunishmaydi. La'nat Hoyi, sendan nafratlanaman. Voy, bilyat, buncha baqirmasa, bu yerda axir mening umuman aybim yo'q. Tanlovimiz ochiq deb e'lon qilinadi. Chinatown shahridagi. Endi esa qizlarning cosplayi boshlanish arafasida turibdi. Kechirasiz, tez orada tanlov boshlanar ekan. Endi kech. Bu tanlovda 3 kishi qatnashishi kerak. Hech kim xabar topmasligi uchun yolg'iz o'zim bu yerga kelgandim. Endi esa ishtirok eta olmayman. Ha? Nima qilsak ekan? Ha? Topdim. Biz axir bu yerda 3 kishimiz. Nima demoqchisan? Men o'g'il bo'laman-ku. Chindanam. Hoy. Men axir o'g'il bola bo'lsam, qanday qilib qatnashishim mumkin? Bu bizning imkonimiz. Hoy, qo'lingni tekkizma. Tez kiyimingni almashtir. Yo'q, kerak emas. Qo'yil, uddaladik. Bu unga juda ham yarashdi. Qulog'i, oyog'i, qiz boladan farqi yo'q. Hoyi, juda ham yoqimtoysan. Nima? Shu menmanmi? Konnichiwa, men yigitoyman. Men bilan uchrashuvga chiqasizmi? LGBT bo'lib qoldim-ku. Figurasi takoy ekan. Men shuncha yo'l bosib, u uchun shuncha yo'ldan kelsam-u, bu yerda u. Lekin u bu ko'rinishda juda ham yoqimtoy. Xuddi uni yeb qo'ygim kelyapti. Endi men bu rasmdan foydalanaman. Mening kostyumim. Tonghua, hammasi joydami? Senga nimadir bo'ldimi? Sening kostyuming. Yaxshi ish bo'lmabdi. Buni kim qildi ekan? Tanghuanni kimdir o'yindan chiqarib yubormoqchi. Kimdir uni g'alaba qozonishdan qo'rqadi. Kostyuming yirtilgan ekan, o'zingnikini kiyib qo'ya qolmaysanmi? Hech bo'lmasa u bilan. Yirtilgan? Aytmoqchisanki, menga o'xshagan qiz bunday kiyim kiyishga loyiq emasmi? Yo'q, men unday demoqchi emasdim. Mening fikrimcha, o'char. Sizning g'amxo'rligingiz kerak emas, ayniqsa sendan. Hoy, Tanghuan. Battar bo'linglar. Biz aniq g'alaba qozonamiz. Uning kiyimi qimmat bo'ladimi o'zi? Unday emas. U bu kiyim bilan birinchi bor ishtirok etayotganda g'alaba qozonganda kiygan kiyimi bo'lishi kerak edi. Menimcha bu ko'ylak u uchun juda ham qadrli edi. Demak bu bejizga unday emas ekanda. U bu narsani hammamizdan yashirib kelgan ekanda. Endi esa u ortiq kurashishi uchun o'zida kuch topolmayotgan bo'lishi mumkin. Davom ettirib nima qilaman deb o'ylaydi. Biz albatta tanlovda qatnashib yutishimiz kerak. Erkelani tuvaleti. Cosplayni birinchi bosqichda o'zini tanishtirish kerakmidi? Ikkinchi bosqichda esa nimalar qilish kerak? Menimcha ikkinchisi asosiy bo'lsa kerak. Tanghuan qayerga ketdi ekan? Zetong esa o'ziga kostyum tanlamadi. O'zim birinchi bo'lib ko'rinish beraman shekilli. Namuncha qiyin bo'lmasa, Buni nimasi qiyin ekan?
Bu erkaklar hojatxonasi. Yaxshiyam men qizlarni ko'ylagidaman. Ko'rib qolganingda nima edi? Agarda seni o'g'il bolalar ko'rib qo'ygandacha, bu muhim emas. Bu rejamning bir qismi. Men shu holatimda o'yladimki, g'alaba qozonishlari uchun yordam bermoqchi edim. Ha? Miyamga zo'r fikr keldi. Ha. Hoy odam, nega menga bunday qarayapsan? Barcha kutgan o'nlar, bir necha daqiqadan so'ng cosplay festivalini ochiq deb e'lon qilaman. Kutib oling qizlar. Endi esa bizning birinchi ishtirokchimiz Yao Yigitoy sahnaga chiqadi. Bu yerda odamlar buncha ko'p bo'lishmasa, isming buncha g'alati ekan. Sen shu ko'rinishing bilan birinchilikni olmoqchimisan? Ahvoling juda yomon ko'rinadi. Zahoyi, men buni uddalayman. Men hammangizni bo'ysundiraman, insonlar. Hammangiz tayyor turing. Marhamat, Yao Yigitoy. Hammasi joyda. Hammasi yaxshi. Hoy, salom hammaga. Sharmanda. Bu nimasi? Unga nima bo'ldi? O'rningdan tur, ey. O'rningdan tur. Bu nima qilganing? Eplab yura olmaysanmi? Boshqasi chiqsan, yo'qol. Bo'ldi. Ustimdan kelishni to'xtating. Judayam yoqimtoy. To'g'risi bu oson ko'rinmayapti, lekin biz 3 ga 1miz. Ko'ramiz. Bir o'zi nimalar qila olarkan. Hali hammasi oldinda turibdi. Ikkinchi bosqich, muhim qismi. Qo'limdan kelgancha vaqtni cho'zib turaman. Qolgani esa sizlarga bog'liq. Nima uchun hamma odamlar bir xil? Men uni qayerdan topaman? Tayxuan, qayerda qolding? Telegramdagi Animedia rasmiy kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Aslidan. Ushbu anime homiylik asosida chiqarilmoqda. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr. Iltimos asosiy kanalga qo'shilishni unutmang. Animedia rasmiy.